Aksariyat sohaning rivojlanishi bevosita yerga bog'liq. Yerning asosini esa tuproq tashkil qiladi. Tahlillarga ko'ra, yerning yaroqsizlanishi natijasida taxminan 2,6 milliard odamlar aziyat chekmoqda. Shu bois sohaga ilmni keng joriy etish ustuvor vazifa. Bu borada mamlakatimizda ham tizimli ishlar yo'lga qo'yilib, tuproqshunos olimlar tomonidan ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti. Hamkasbim mavzuni davom ettiradi. Ma'lumki, agrar tarmoq mamlakatimizning eng muhim sohalaridan hisoblanadi. Uning iqtisodiyotdagi ulushi 20% ni tashkil etadi va aholimizning 3,5 million nafari ayni sohada mehnat qilmoqda. Shu bois qishloq xo'jaligi, xususan tuproqni muhofaza qilish va unda ilm-fanni keng joriy etish dolzarb vazifalardan. Bugun davlat rahbari darajasidagi e'tibor natijasida tuproqshunos olimlar tomonidan qator ilmiy tadqiqot natijalari sohaga keng tatbiq etib kelinmoqda. Respublikamizda tuproq tiplari, tuproqning xossa xususiyatlarini umumiy holatini baholash, unumdorligini oshirish bo'yicha agrotexnologik yechimlar ishlab chiqish bo'yicha aniq ishlanmalar, agrotexnologiyalar mavjud bo'lib, ulardan humus miqdorini oshirish bo'yicha bir qancha ishlanmalar ishlab chiqilgan. Asosiy vazifamiz shu bo'ladiki, respublika tuproqlarida humus miqdorini oshirish. Aynan shu bo'yicha bir qancha chora-tadbirlar, hukumat qarorlari qabul qilingan. Respublikamizda mavjud o'g'itlar zaxirasini hisobga oladigan bo'lsak, organik o'g'itlar ishlab chiqarish juda kam foiz. Demak, institut olimlari tomonidan umumiy fanlar akademiyasi bilan olimlar bilan hamkorlikda bir qancha yangi turdagi o'g'it, organik va organomlar o'g'itlarni qo'llash bugungi kunda eng asosiy vazifa sifatida belgilab berilgan. Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligi yerlari unumdorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti tomonidan bugungi kunda tanlab olingan 13 ta tumanda dala tadqiqot ishlari olib borilyapti. Zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan institut laboratoriyasi mazkur ishlar natijadorligi, aniqligi va tezkorligida muhim o'rin tutmoqda. Laboratoriyamiz juda ko'p yangi asbob-uskunalar bilan jihozlandi. Misol uchun laboratoriyamizda endoklik bog'langan plazmalik spektrometrlar bor. Bu spektrometr mikroelementlarni aniqlash bilan birga makroelementlarni ayrimlarini ham og'ir metallarni aniqlash imkoniyatlarini beradi. Boshqa preparlarimiz, mana misol uchun Germaniyadan keltirilgan, Niderlandiyadan keltirilgan, Angliyadan keltirilgan spektrometrlar, boshqa prepar asbob uskunalar borki, ular turpoqlarni, tahlillarni avtomatlashtirib bajarish imkoniyatlarini beradi. Niderlandiyadan keltirilgan avtomatik analizator bor. Ana shu analizator bir vaqtda o'zida turpoq tarkibidagi azot, fosfor, kaliy miqdorlarini aniqlab beradi. Endi bu ishlar klassik usullarda qo'lda bajariladigan bo'lsa, har biri alohida bajarilib, unga ko'p vaqt ketadi. Mazkur ishlarning amalga oshirilishi eng avvalo oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, soha rivoji va kelajak uchun sog'lom tuproqni asrab qolishga xizmat qiladi.